O'zbekistonda iqtisodiyoti ancha past, qashshoq davlatlar safida turadigan bir davlat uchun hayvonlarga pasport, jonivorlarga pasport olish masalasi nimaga ko'tarildi deb o'ylaysizlar? Bu narsa o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmaydi. Bu tenderlar o'tkazib, budjet pulini qonuniy yechib oladigan aqlli insonlar tomonidan o'ylab topiladigan yana bitta sxema. Natija nima bo'ladi? So'nggi yillarda biz ko'rib keldik. Go'sht va go'sht mahsulotlarida qaramligimiz oshib bormoqda. Juda ham katta miqdorda qaramligimiz oshib bormoqda. Buni ham xalqni bo'yniga qo'yib qo'yishdi. Nimamish? Xalq ko'p go'sht yeb qo'yayotganmiz, shuning uchun shunaqa bo'lganmiz. Kechirasizlar, balki xalqimiz ko'proq go'sht ishlab chiqara olmay qolgandir. Sizlar yerlarni kimlardandir tortib olib qo'yganinglar uchun yoki o'zingizlarning manfaatingizda ertadan ketgacha dehqon peshona teri bilan ekkan ekinlarni istagan paytda buzib tashlaganinglar uchun deb hech kim o'ylab ham ko'rmadi. Xo'p, pasport masalasiga qaytaylik. Bu narsa nima beradi deb boshlaydigan bo'lsanglar, bizning odamlarimiz, bizning xalqimiz yuragi sanchib qolsa ham, jigari sanchib qolsa ham ishlab turgan bo'lsa ishini tashlab ketmaydi. Nimaga bilasizmi? Chunki bolasini chiroyliroq kiyintiradi, chiroyliroq to'y qilay deydi, uyimni chiroyliroq qilay deydi, kasal bo'lib qolsa ham ish joyini tashlab ketmaydi. Bunaqa xalqqa, bunaqa mehnatsevar xalqqa siz ana tug'ilgan mushukchangga, kuchukchangga, itingga, qo'yingga, molingga majburan pasport olishing kerak desa, mayli u hozircha balki bepuldir, kelajakda baribir yig'imla talab qilishni boshlasanglar kerak. Natija nima bo'ladi? Yaxshi, shu hayvonni men boqmay qo'ya qolay deydi. Kelajak nima bo'ladi? Yoshlar chorvachilik bilan shug'ullanmaydi. Mamlakat kundan kunga import mahsulotlariga bog'lanib boraveradi. Mamlakatga olib kiriladigan import mahsulotlari esa kattakonlarimiz tomonidan nazorat qilinadi. Ularning nevaralari, jiyanlari, xotinlari, kelinlari o'ynashlarini yigitlari tomonidan nazorat qilinadi. O'zbekistonga kiradigan go'shingiz, hattoki ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning aksariyatiga tabiiy sut qo'shmay qo'yildi. Quruq sutlar ham import qilinyapti. Meva-cheva, oziq-ovqat mahsulotlari, keling o'sha kartoshkani olaylik oddiy. Bugun urug'chiligimiz ham o'lib bo'lgan. Biz xorijdan urug'chilikka bog'lanib qolganmiz. Bugun ekilayotgan aksar oddiy kartoshkani, boshqa mahsulotni aytmayman. Oddiy kartoshkani ekkaningizdan keyin undan urug' olib o'zingiz qaytadan ekolmaysiz. Genetik modifikatsiya qilingan va bu kartoshka urug'ini yana qaytadan o'sha urug'chiligi rivojlangan Gollandiya kabi davlatlardan sotib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, biznikilar nima qilyapti? Kundan kunga mamlakatni import mahsulotlariga bog'lab boryapti. Agar sen mamlakatni boshqarmoqchi bo'lsang, uni armiyasini ichida xoinlarini topasan, uni armiyasini qo'lga olishga harakat qilasan, lekin sen xalqni boshqarmoqchi bo'lsang, uni oziq-ovqat zanjiriga qo'l berasan. Oziq-ovqat zanjiriga qo'l berasan. Afsuski, menimcha siz tushundingiz hammasi.